Kerak mashg'ulotimizda yubka tikish jarayoni mavzusida to'g'ri bichimli yubkasi uchun o'lchov olish usullari va demak chizmasini chizish jarayonini o'rganamiz. To'g'ri bichimli yubka uchun 3 ta o'lchov olinadi. Bel aylonasi, bo'ks aylonasi va yubka uzunligi. Endi bizning misolimizda demak bel aylanasi 80 cm, bo'ks aylanasi 100 cm, yubka uzunligi demak 65 cm deb olamiz. Va bu uchun qanday chizma chiziladi? Chizmani chizishdan oldin biz A nuqta olamiz. Birinchi demak har doim biz aylanalarda bilasizlar, xabarlaring bor, yarmini olamiz. Sababi gazlamaga andazaning yarmi qismi ikkiga bo'lingan gazlamaga andaza joylashtirilib bichiladi. Shuning uchun demak biz oldin nimaning yubkaning to'r qismini, bazis to'rini hosil qilishimiz uchun birinchi biz A nuqta olamiz. A nuqtadan bizga berilgan uzunlik 65 cm pastga o'lchab bel aylanasini 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lsak 80 ni 4 ga bo'lsak 20 cm bo'ladi. Yarim chiqarish uchun 20 cm bo'ladi. 20 cm ni biz demak 2 cm vitichka va 2 cm 1 cm cho'q haqini qo'yib 23 cm A nuqtadan o'ngga 23 cm chiziq tortib demak biz buni A1 nuqta deb belgilasak bo'ladi. Xuddi shuncha 23 cm tortib biz nima qilamiz? E1 nuqta qo'yamizda A1 nuqta bilan E1 nuqtani tutashtiramiz. Tutashtirib oldik. Tutashtirganimizdan keyin demak bel bilan bo'ksagacha bo'lgan masofani misolimizda 14 dan 18 cm gacha olishimiz mumkin. Biz yubkamizga demak 15 cm A1 nuqtadan va 15 cm A nuqtadan nuqta tushirib, ularda demak ikkita nuqtani tutashtiramiz. Yubkaning oldingi qismi bazis to'ri hosil bo'ldi. Orqa qismi uchun ham xuddi shunday, demak biz 23 cm oralig'ida orqa qismini ham chizib olamiz. 23 cm orqa qismini hosil qilishimiz uchun orqasi 40 dan joylashtiriladi. Gazlama 40 ga. Demak bu yer buklov bo'ladigan bo'lsa, orqa qismi 40 dan hosil bo'ladi. Barcha nuqtalardan 26 cm dan chiqarib nimasi uchun razrez uchun 4 cm dan chiqaramiz va 2 cm dan razrezda masalan biz shlitsa deyishimiz mumkin. Shlitsani 14 cm deb oladigan bo'lsak, demak 14 cm gacha biz 2 cm dan olamiz. 2 cm dan olamiz. Demak bu shlitsani o'zi 4 cm da tutashtiramiz. Yani bichayotganda mana shunday nima lekali nuqta bilan olsak bo'ladi. Endi biz yubkaning oldingi qismini demak bichish chizig'ini aniqlab olamiz. Bichish chizig'ini aniqlab olishimizdan oldin demak bu bo'ksa. Mana bu hozir hisoblagan nimamiz bo'ksa aylanasidan asos chiqadi. Bo'ksa aylanamiz demak mana 100 bo'ladigan bo'lsa, 100 ni 4 ga bo'ldik. Shunaymi? 4 ga bo'ldik. Bu yerda mana bu yerga formulasini yozamiz. Bo'ksa aylanasi bo'lingan 4 nima choq uchun qo'shilgan 2 deb qo'yamiz. Formulasi bo'ladi. Bunga ham xuddi shunday. Bo'ksa aylanasi bo'lingan 4 qo'shilgan 2. Bu formulasi bo'ladi. Endi bu yerga bel aylanasi bo'lingan 4 qo'shilgan 3 deb tushunaymi? Bu yerda ham bel aylanasi xuddi shu formulada bo'lingan 4 qo'shilgan demak 3 deb olsak bo'ladi. Orqa uchun. Endi demak mana bu yerda biz bel aylanasi uchun bo'ksa aylanasini biz 4 ga bo'lganimizda 25 2 cm 27 cm bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yerdan biz A nuqtadan 20 cm 23 cm belgilab olamiz. Bu yerda 25 bo'lsa belgilab olib, to'g'ri chiziq bilan tutashtirib, keyinchalik lekala bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi oldingi qismi
qilamiz qorin uchun. 40dan demak nimada 23 cm belgilab bo'lgan holda birinchi to'g'ri chiziq bilan tutashtirib yoki lekala yoki teng o'rtasi bo'linib tutashtirib olamiz. Tutashtirib olingach, demak, oldi qismiga qorin uchun 1 cm tushirsak, orqa qismiga bel uchun 1 cm chiqaramiz. 1 cm chiqarib, mana tutashtiramiz. Mana to'g'ri bichimli yubkamizning chizmasi tayyor. Yubka uzunligini qo'yamiz. Yubka uzunligini yozib qo'yadigan bo'lsak, demak 65 dir. Yozib qo'yamiz. Yubka uzunligi 65. Demak, bel aylanasi 23 cm. 23 cm dan keyin biz 2 cm nimaga vitichkani chiqarishimiz kerak. Vitichka qanday chiqariladi? Vitichka ikkita ko'krak oralig'i o'lchovidan ikkiga bo'linib olinadi. Masalan, 8 bo'ladigan bo'lsa, mana yoki 8 qilib olamizda, demak 2 cm qilamiz. Vitichkaning uzunligini necha deb olamiz? Masalan, 10 cm deb olsak bo'ladi. Mana vitichka chiqarildi. Oldingi qismiga orqa tomoniga mana vitichkaning uzunligi 10 dan 14 gacha bo'lishi mumkin. Biz 10 deb olamiz. Mana vitichka chiqarildi. Mana shu nimada, demak, orqa qismiga esa 0,5 dan nimasi ekan. Demak, mana bu yerda shlitsning uzunligi 14, umumiy uzunlik 65. Demak, barcha o'lchamlar aniq bo'ldi. Demak, xuddi shu o'lchov asosida biz andoza tayyorlaymiz keyingi mashg'ulotlarimizda.